Zebo, necha marta aytdim senga. Sen kirib, damingni olsanga ko'p harakat qilish mumkin emas. Voy, Jamshid aka, o'zi ozgina qoldi. O'zim qilib qo'ya qoling. Yo'q, o'zim pishiraman. Sen bemalol oyim kelgunlaricha oyog'ingni uzatib, mazza qilib damingni olgin, xo'pmi? Qo'rqma. Ovqatni shirin pishiraman. Oyim kelganlaridan keyin ovqatni o'zim pishirdim deb o'rasan. Xo'pmi? Qani, fartuk yechib ber menga. Buni hammi? Hasr. Bo'ldi, siz endi oyog'ingizni uzatib bemalol o'ting. Xo'p. Bo'pti, sen bemalol damingni olgin, xo'pmi? Men shirin ovqat pishirib kelaman senga. Xo'p, charchamang. Seni yaxshi ko'raman. Voy. Jasurbek qani Jamshid aka? Jasurbek oyimni oldilarida uxlayapti. O'sha yerda ovqatini birato'la berarsan. Mayli, shunaqa qilaman. Zebo. Senga rahmat demoqchiman. Nimaga? Menga otalik baxtini berganing uchun. Men seni jonimdan ortiq yaxshi ko'raman. Boringga shukr. Bilasanmi? Senga atab bir kichkinagina sovg'a oldim. Jamshid aka, tilla uzunmi? Yo'qmi? Rahmat. Jamshid aka. Meni shunchalik sevasizmi? O'zimdan ham ortiq. Rahmat. Juda ham chiroyli sinopsiz. Rosa ham xursand bo'ldim. Seni doim xursand qilishga tayyorman. Hali Xudo xolisa bundan-da yaxshilarini olib beraman. Xudo xohlasa. Bo'pti, yura qol, Jasurbekni ovqatlantiramiz. Yura qoling.